yaxshidan aytganlar mana shu mikrofonlardan aytib, yaxshi tilaklar tilasa deymiz. Gel yetsang sevginga Zulfiya singlim. Sardorbek qo'y o'g'ling ismini xotirangdan o'chmaslik uchun muhabbat qo'y qizing ismini deya endigi so'z navbatini Alisherning do'stlaridan bo'lmish Sardorlar biz Sardorman men degan Sardordek ukalarimizdan istek deymiz. Sardorbek rahmat. Mana Sardor akamizning shunday yaxshi bir niyatlari, nafsi orzu istaklarini eshitib, men shunday qondikki, bugun shu to'yga nafaqat sinfdoshlar, nafaqat kasbdoshlar, nafaqat men shunday arva safida xizmat qilib kelgan yigitlarga kuyovlarlik insonlar to'yga kelib, o'zining yaxshi niyatlari. Assalomu alaykum. Aziz hurmatli aka-ukalar, mana hammamiz guvohmiz. Ajoyib bir nikoh kechasida mana shu tabarruk eng bir o'zbekcha qilib aytganda yirik asalgan xonadonni to'yida o'tkazamiz. Bu xonadon juda tabarruk xonadon. Ana shu xonadonni otasi Pirmol akamizga to'ylar muborak deyman. Kelin muborak deyman. Mana shu tushgan kelinimiz, singlimiz mana shu xonadonga yana ham katta bir baxt olib kelgan bo'lsin. O'zi bilan katta davlat olib kelgan bo'lsin. Mana shu xonadonni xizmati buyursin. Qo'mi qarindoshlari hammasi mana shu kelinni xizmatidan xursand bo'lib havas qilib yursinlar. Ularni shu ko'ngillarida, niyatlarida qanday orzu-tilaklari bo'ladigan bo'lsa, shularni hammasini berishsin. Yana bir marta to'ylar muborak. Rahmat Zulfiya aka. Siz ham kelganda men shu xonadoningizda, men shu Zulfiyaxon singlimiz ko'ngillarda qo'llarini o'ng qo'lga qo'yib, sizga mana shunday oilangizga xizmatlarni qilib, xizmatingdan qaytsin kelin deya, sizga xizmatlar ila men shu aytgan tabarruk xonadon, bu xonadonni tanımagan odam bormi bu dunyoda deya, men shu tabarruk xonadon, men shu Tozabozor poselkamizning hammamizga ma'lum bo'lgan, hammamizni o'qitib, men shunday kunlarga yetishgan, domlarimizning shunday bir baxtli kunda o'tirgan ekanmiz. Roshanbek akamiz aytganidek, men shu insonlarning qutlug' kuniga kelgan ekan, shu qutlug' kunlari, shu insonni aytgandek bizlar ham qo'shilib, shu mehmonlarga mehmonlar qo'shilsin deya, Yangioboddan eldan kelgan qarindoshlardan So'ni apamiz o'tiribdi. Endigi yaxshi so'zlarni Yangioboddan kelgan aziz mehmonimiz So'ni apamizdan eslaymiz. Şamına vursun çikolata alıp ver. Tamam. Ben özüm bundan alamadım. Selamun aleyküm devrakat okuyamiz. Alisher bilan kelinimiz Zulfiyaxonning misal akşamda o'tirar ekanmiz. Ular ikkalasini uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Hamisha baxtli bo'lishsinlar. Hammalarimiz uchun aziz akamiz bo'lgan akamizga va beyimizga xizmatlari buyursin. O'g'li ko'zlari ko'p bo'lsin. Hamisha baxtli bo'lsinlar. Rahmat onaxon. Mana shunday yaxshi niyatlar ila o'zining orzu-havaslari bilan mana shunday kelin kuyovni ko'rib qonib o'tgan, mana shu xonadonning aziz mehmoni bo'lmish, mana shu onaxonimiz podshohimizga yaxshi tilak so'zlarni berib, endi ilk bor so'zlaringiz mana shu bo'lg'usi kelingiz Zulfiyaxon, mana shu o'g'lingiz Alisherlarga buyursin deya sizni so'z navbatini sizga beramiz podsho. Podsho yana sizga
Yaxşı, emmeminde bana başlatıp da sözünü, emmemi sözünü sındırıp bilimiz. Şurada oturganlarını hemmeyiz işte ulu bir ketler toy bilen tebrikliymen. Susun, Pinom tekemi, Şükürcan Pam'ı kelin bilen tebrikliymen. Kelinimiz kutlu kadam kelin bolsun, elimize, yurtumuza yaraşsın. Ben şurada yine ülkemiz bilen boylarına mas olup durdular. Ularını yıldızları hem birbiriga yaraşkan bolsun. Daima sağ salamet, baxtlı bolup şularını hem o yaxşı günlerini eşitip geleli. Şurada oturgayını emmeme, Pirmam tekeme, Şükürcan Apama hemmesine uzak ömürdiler. Şu ballarının rahatını göreversin deyimiz. Nevere, çevere, ivereleri juda köpeğe versin. Sizlerni hemmeyiz tebrikliymen şunday bir ulug' kun bilan. Qarsaklar bo'lsin. Mana shu Toza bozor poygasida yashab, o'zimizning tillarimiz marojnidan chiqqanidek, marojni yaxshi ko'rmagan inson bo'lmasa kerak. Bizlarni tillarimiz ham marojni chiqqan, shuning uchun yaxshi so'zlarni mana shu onaxonimiz boshlig'imizdan aytsak. She'rni eshitmaguncha hech kim o'yinga chiqmas deydi. Onaxon shunday bir ben shunday arzu niyatlarni bildirgan. Ben shunday Xivodek yurtdan kelgan aziz mehmonlarimizni, mehmon otingdan ulug'dek Yangioboddan kelgan men shunday obaxonlarimizni, o'zining qalbi so'zlarini bildirgan aziz sinfdosh va kasbdoshlarni, dugonoyi singilchalarimizni, obaxon onaxonlarimizni, akaxon ukaxonlarimizni davraga taklif qilib, endigi navbatni mana shu estrada kuylarga berib, sizlarni davraga chaqiramiz deya, davralarimiz sizlar uchun muhtazir deya navbatni Zamir akamizga bersak deymiz.
Bye.